Assalomu alaykum hammaga. Bugun Fotima Sultonning syomkasi bahonasida Hamza Hakimzoda Niyoziy uy muzeyiga keldik. Fursatdan foydalanib, ko'rsatib, ma'lumot berib o'taman. Muzey 1959-yilda tashkil etilgan. Uy ikkiga bo'lingan bo'lib, ayollar va erkaklar xonalari alohida joylashgan. Asosiy qismning chap tarafidagi xona mehmonxona. U yerda erkaklar o'zlarining mehmonlarini qabul qilishgan. O'ng tarafdagi esa Hamzaning ijodxonasi bo'lib, u yerda Hamza Hakimzoda Niyoziyga tegishli kitoblar, suratlar va cholg'u asboblarini uchratishingiz mumkin. Aynan mana shu xonada Hamza Hakimzoda Niyoziy asrlarga tatigulik asarlarini yozib qoldirgan. So'ng uyning oshxona bo'limiga o'tiladi. Bu yerda faqat ovqatlanishgan. Oshxona ham o'z ichida ikkiga bo'lingan. Birinchisi, Hamza Hakimzoda Niyoziyning otasi Tabib ibn Yaminning dorilari tayyorlanadigan va saqlanadigan xona bo'lib, ikkinchisi omborxona sifatida ishlatilgan. Bu xona ichkari hovlining asosiy xonasi bo'lib, ayollarning ko'p vaqti shu xonada o'tgan. Bu esa asosiy ovqat va nonlar pishiriladigan xona hisoblanadi. Bu oshxonaga kirishdagi chap tarafdagi xona Hamza Hakimzoda Niyoziyning opalari Achaxon Niyozovaga tegishli. Xontaxta ustidagi rasm Hamza Hakimzodaning o'g'li Abbosniki bo'lib, u 2-jahon urushida halok bo'lgan. Hovlidagi tut daraxti Hamza Hakimzodaning otasi tomonidan ekilgan bo'lib, haykal orqasidagi daraxt aynan shudir.